Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xohlisi navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. 3 teshik bitta rom qilganmiz. Bu ishlarimiz akamiz internetdan ko'rib zakaz bergan Andijon Xo'jobodga o'rnatyapmiz. Xudo xohlasa bu ishlarimiz 1 kvadratini 690 ming so'mdan deb qo'ygan edik. Xuddi shu narxda chiroyli qilib xudo xohlasa tayyorlab berdik. Eshiklarimiz keladigan bo'lsa, Kaytek fasonda eng trendda bo'layotgan fasonlarimizdan biri. MDFlarimiz 100% 08 qalin MDFda bo'lgan. Kaytek fasonda xudo xohlasa oynalarini oq yevraka gulli solib berganmiz. Ponni germetida mayda gullarigacha xudo xohlasa germetilab sovuq kirmaydigan qilib berganmiz. Pramugalarini oddiy oq oynaga solib berganmiz. Yorug' yaxshi kirish uchun. Romlarni ham xuddi shunday. Pastlarini oddiy gullik, tepalarini esa oddiy qilib berganmiz. Tepalarigacha, pramugalarigacha germetilangan karniz, narishlar hamma yo'q ichida xudo xohlasa. Xo'p, eshiklarimiz zamonlari sora kilit, original high-tech fasonga mos zamonlardan qo'yib berganmiz. Eshiklarimiz har bitta xonasida 3 tadan oshiq mashinalari bor. Eshiklarimiz mana ponni rezinkalangan. Yopilganda umuman ovoz bo'lmaydi, xudo xolasa. Kesaklarini starapila, quruq yog'ochdan qilib berganmiz. Sasna qayishmaydi, boshqa bo'lmaydi. 5 yildan 10 yilgacha eshiklarimizga kafolat beramiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz, so'nggi xizmatlarimiz bor. Oddiy bo'lib bepul yonat beramiz. 690 ming so'm ichida, kvadratining ichida hamma narsasi. Videoda eshik-rom qildiraman degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa, xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, bizdan bitta like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz podpiska bosishni unutmang. Akva xizmatlari ham bor, krashinli eshiklar ham xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa, qanaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eshik-rom sohasida bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.